Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Konstitutsiyaning mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini yanada mustahkamlashdagi o'rni mavzusida parlament konferensiyasi o'tkazildi. Ta'kidlanganidek, oxirgi yillarda yurtimizda fuqarolik jamiyati rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarildi. Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash kuchaydi. Davlat idoralari bilan ular o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik yanada kengaydi. Eng muhimi, bosh qomusimizda ilk bor fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritildi. Konferensiya davomida ham fuqarolik jamiyati institutlarining qonunchilik jarayonidagi ishtirokini kengaytirish, davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va nodavlat notijorat tashkilotlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga doir takliflar atroflicha muhokama qilindi. Alohida qayd etish lozim, 1-martda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda davlatning asosiy vazifasi inson qadrini ta'minlaydigan, erkinlik va farovonlikka asoslanadigan, faol va ochiq fuqarolik jamiyatini shakllantirish ekanligi belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda fuqarolik jamiyatining huquqiy asoslari yaratildi va yangi bob tashkil etildi. Agar Qonunchilik palatasi faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bevosita Qonunchilik palatasida ham jamoaviy tashabbuslar komissiyasi tashkil etilganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, ekspertlar, olimlar ishtirokida har bitta qo'mita huzurida jamoatchilik kengashlari tuzilgan bo'lib, ular qonun loyihalarini muhokama qilishda, o'zlarining fikr, taklif va mulohazalarini bildirishda keng ishtirok etishlari mumkin. Bu albatta qabul qilinadigan qonun loyihalarining xalqchiligini, ularning farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Konferensiyada qayd etilganidek, yurtimizda kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda mahalla institutining alohida o'rni bor. Keyingi yillarda mahallalar aholiga eng yaqin va samarali tizim sifatida fuqarolarning davlat organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydoniga aylanmoqda. Xususan, mahallalarda joriy etilgan 7lik tizimi orqali aholiga kredit, subsidiya, kompensatsiya, moddiy yordam ajratish kabi 100 dan ortiq xizmatlar bevosita mahalla darajasida ko'rsatib kelinmoqda. Hozir aholi bilasizmi, befarq emas. Mahallalarda o'sha qonun chiqyaptimi, farmon chiqyaptimi? Men bir xalq vakili sifatida hamda mahalla raisi sifatida bugungi bo'layotgan hozirgi parlament konferensiyasidan juda qoniqdim. Bizga oson bo'lgani, biza xalq vakili sifatida hamda rais sifatida mahallada bo'layotgan aholidan bo'layotgan o'sha ularning iltimoslari bormi, takliflari bormi, bemalol biz parlamentga olib kelyapmiz. Oldin bunaqa bo'lmagan. To'g'ridan to'g'ri mahallaning raisi o'zining fikrini ayta olyapti. Albatta, mana bugun bo'layotgan shu konferensiya ham, parlament konferensiya ham xuddi mana shuni bir misoli deb bilaman. Konferensiya yakunida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, inson huquqlarini to'liq ta'minlash, demokratik institutlarni mustahkamlash va davlat hamda jamiyat boshqaruvida fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtirokini kengaytirishga qaratilgan tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Masuda Somiddinova, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.